Quyidagi ixtiyoriy nuqtadan uning tomonlariga parallel o'tkazilgan to'g'ri chiziqlarni, ya'ni o'tkazish natijasidan hosil bo'lgan uchburchak yuzalarining katta uchburchak yuzasiga bog'liqligini ko'rib chiqamiz. Endi bu parallelligidan foydalanib burchaklarni belgilab oldim. To'rttasi ham alfa, bu to'rttasi bettadan bo'ldi. Ko'rishimiz mumkin. Bu uchburchakni S1 yuzali uchburchak desam, burchaklar alfa va betta. Bu uchburchak yuzasini S2, bu uchburchak yuzasini S3 desam, bu uchburchaklarning ikkitadan burchaklari tengligidan uchburchaklar o'xshashligini ko'rishimiz mumkin. Va shu S1, S2, S3 yuzali uchburchaklarning uchtasi ham katta berilgan uchburchak yuzasiga, ya'ni uchburchakka o'xshash, ABC uchburchakka. Demak, bizda SABC qanday topamiz? Shuni hisoblaymiz. Buning uchun parallelligidan foydalanishimiz kerak. Misol uchun, buning tomonini A deb olsak, bu chiziqlar parallelligi uchun, bu bilan bu parallelligi uchun parallelogram hosil bo'ladi. Bu uzunlik ham A ga teng, ya'ni bu yergacha. Bdan bu yergacha A ga teng kesma uzunligi. Endi bu joyini B desak, mana o'zi. Endi bu kesmaning uzunligini agar S deb olsam, bu ham S, parallelogram bo'lganligi uchun. Endi S1 yuzali uchburchakning S1ning SABC ga nisbati, yuzalar nisbati tomonlar nisbatining kvadrati. Demak, alfa burchak qarisidagi tomoni S1 yuzali uchburchakdaman. Alfaning qarisidagi tomon A. Katta uchburchakda alfa burchak qarisidagi tomon, mana alfa burchak qarisidagi tomon bu tomon A plus B plus C. Demak, mos tomonlari A bilan A plus B plus C ning qavsida kvadrati. Ya'ni yuzalar nisbati chiziqli o'lchovlarning kvadratiga teng, nisbatining kvadratiga. S2 yuzaning SABC ga nisbati nimaga teng? Bunda ham alfa burchak qarisidagi tomoni B, S2 yuzali uchburchakda, katta uchburchakda yana A plus B plus C qavsida kvadrat. S3 yuzali uchburchakda alfa burchak qarisidagi tomon S. S3ning SABC ga nisbati C ning A plus B plus C ga nisbatining qavsida kvadratini beradi. Endi bu kvadratni ildiz qilib, bunisini ham ildiz qilib, bunisini ham ildiz qilib o'tkazsak, A taqsim A plus B plus C nimaga teng? Ildiz ostida S1 taqsim ildiz ostida S deb olamiz. ABCni yozmadim. S deganimiz ABC uchburchak yuzasi. Ikkinchi tenglikdan B taqsim A plus B plus C teng ildiz ostida S2ning ildiz ostida S ga nisbati. Uchinchi tenglikda S taqsim A plus B plus C teng ildiz ostida S3ning ildiz ostida S ga nisbati. Sistema qilib qo'shib yuboramiz. Chap tomonlarni qo'shsak, demak, mahrajlar bir xil bo'lganligi uchun suratlari A, B va C uchalasini yig'indisi A plus B plus C taqsim mahraj A plus B plus C. O'ng tomonda hammasini mahraji ildiz ostida S. Demak, suratda ildiz ostida S1, S2, S3 taqsim ildiz ostida S. Demak, bu chap tomoni bizda 1 ni beradi. 1. Ildiz ostida S ni ko'paytirsak bo'ladi 1 ga. Bundan ildiz ostida S teng ildiz ostida S1, ildiz ostida S2,
ildiz ostida S3 ga tengligi kelib chiqdi. Yoki S'ni topib qo'ysak, S1 S2 plus ildiz ostida S3 qavsda kvadrati. Burchak ichidan emas, uning tomonidan olingan bo'lsa, quyidagi ko'rinishda, ya'ni 3 ta emas, 2 ta uchburchak hosil bo'lar ekan. Tomonlarga o'tkazilgan parallellar yordamida 2 ta uchburchakka ajralgan. Demak, bunday holatda yana shu formulani qo'llasak bo'ladi, o'rinli bo'ladi. Faqat bu yerda 2 ta uchburchak bo'lganligi uchun S3 ni 0 ga teng deb olamiz. S1 12, S2 27, S3 0 ga teng. Yana shu formuladan foydalanamiz. Demak, S A B S teng ildiz ostida 12 plus ildiz ostida 27 plus 0 qavsda kvadrat. Ildiz ostida 12 deganimiz 2 ildiz ostida 3. Nasıl 3 ildiz ostida 3? 5 ildiz ostida 3 ning kvadrat 75 ni beradi. Demak, bizda ABC uchburchak yuzasi 75. Bizdan so'ralgan yuza SAF'da. S x qilib ol. Demak, SX plus 12 plus 27, ya'ni bu uchtasining yuzalari yig'indisi ABC uchburchak yuzasi 75 ga teng bo'lishi kerak. Teng 75 desak, bu 39. Sx deganimiz 36 ga teng ekan.